Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida bemorni kasalxonaga yotqizish uchun boshlang'ich tekshiruv, ya'ni ko'rikni qay tartibda o'tkazishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimiga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan kasalxonaga qabul qilish paneli ustiga bosamiz. Va bu yerda bir nechta bo'lim mavjud bo'lib, bular yo'llanmalar jarayonda tugallangan va bekor qilingan. Jarayonda bo'limi ustiga bosamiz. Kerakli bemorni yo'llanmasini topib, ko'rish tugmasi ustiga bosamiz. Kasalxonaga yotqizish to'g'risida ma'lumot oynasi ochiladi. Bu yerda bemorning kasallik tarixi, raqami va u haqidagi ma'lumotlar, bemorning tibbiy karta raqami va shaxsiy ma'lumotlari ko'rinib turadi. Boshlang'ich tekshiruvni boshlash uchun pastda joylashgan ko'rik tugmasi ustiga bosamiz. Tekshirishni qo'shish oynasi ochiladi. Bu yerdan boshlang'ich tekshirish ustiga bosamiz va qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Birlamchi ko'rik bo'limiga o'tamiz va ushbu bo'limdagi maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Birinchisi qabul paytida shikoyatlar. Kasallik tarixidan qabul paytida shikoyatlar. Obyektiv holat. Allergonamnez, nevrologik holat maydonlarini ham kerakli tartibda to'ldiramiz va dastlabki tashxis bo'limiga o'tamiz va bu yerdagi maydonlarni ham kerakli tartibda to'ldiramiz. Asosiy tashxis. Fon, hamroh, asorat va raqobatdosh tashxislarini ham kerakli tartibda to'ldiramiz. Shundan so'ng yakuniy tashxis bo'limiga o'tamiz va bu yerdagi maydonlarni ham kerakli tartibda to'ldiramiz. Fon, hamroh, asorat, raqobatdoshlarni ham kerakli tartibda to'ldirib qo'yishimiz mumkin. Ko'rik va tavsiyalar maydonlarini ham to'ldiramiz. Yo'llanmalar maydonini ham to'ldiramiz. Shundan so'ng hujjatlar bo'limiga o'tamiz va birorta kerakli hujjat qo'shish kerak bo'lsa, hujjat qo'shish tugmasi ustiga bosamiz va kerakli hujjatni tanlab qo'shib qo'yishimiz mumkin. Shundan so'ng boshlang'ich tekshiruvni yakunlash uchun ko'rikni yakunlash tugmasi ustiga bosamiz. Birlamchi ko'rik yakunlandi. Boshlang'ich tekshiruv, ya'ni ko'rikni qo'shish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.